Har bir kuchli insonni ortida unga boshqa chora qoldirmagan voqea yotadi. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan aytilmagan gaplar ko'rsatuvi va bugungi bizni suhbatdoshimiz dietolog, endokrinolog Osiyo Ismoilova. Nima uchun Osiyo Ismoilova? Keling, mana shu savolga javob topishga harakat qilaylik. Bundan 1,5 oy avval meni vaznim 8 kiloga ortiq edi. To'g'risi, salomatligim yaxshi bo'lmagani uchun juda ko'p shifokorlarga bordim, lekin natija bo'lmadi. Fitness mashqlar bilan ham shug'ullandim. Ishoning 1 gram ham ozganim yo'q. Va biz izlab bugungi kunda yaxshi mutaxassis topish muammo bo'lsa-da, mana shu muammoni izlab topib keldik. Osiyo menga birinchi aytgan gapi, "Opa, sizni tuzatamiz, faqat menga kerakli analizlarni olib kelsangiz bo'ldi" degani. Analizlar bilan keldim va 1 oydan oshibdiki, mana qarshingizda bir necha kiloga ozib, sog'lomlashib va bu intervyuni berishga jur'at topgan jurnalist turibdi. Nima uchun boshqa dietologlarga o'xshab siz analizsiz ishlamaysiz? Ozish ham, semirish ham asli bu qanaqadir bir murakkab jarayon. Bu o'zidan o'zi inson tanasi bir xil turibdi-yu, tepasi qatlami yog' qoplayapti, yog' ketyapti degan narsa emas. Ichingizda qanaqadir o'zgarishlar bor. Gormonal narushenyalar bo'lishi mumkin. O'sha yog'ni qoplaydigan qondagi glyukozani oshishiga sabab bo'ladigan gormonlarda narushenyalar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Tanangizda metabolizm yaxshi ishlamayotgan bo'lishi mumkin. Endi shu narsani bilmasdan turib, sizni ozdiraman deyishim, sizga hech qanaqa haqida ma'lumotga ega bo'lmay turib sizga ratsion tuz berishim, bu birinchi o'rinda o'zimni aldayotgan bo'laman. Ya'ni har bitta mutaxassis bir mijoz bilan ishlayotganda aniq maqsadi bo'lishi kerak, aniq yo'nalishi bo'lishi kerak va aniq o'sha insonda nima sababdan bu muammo paydo bo'lganini bilish kerak. Buni bilmasdan turib, kimdir stressdan semirib keladi, kimdir ortiqcha vazndan semirib ketadi, kimdir kasallik bilan semirib keladi. Hammaga bir xil dieta qilaversak, hech qanaqa natijaga erisha olmaymiz. Shuning uchun avval u ayolni yoki erkakni nimaga mana shu holatga kelib qolgani, hozirgi kunda qonini sostavlarida nima bor, limfa sistemasi nima bo'lyapti, metabolizm, ya'ni moddalar almashinuvi qanaqa ishlayapti, gormonal narushenyalar bormi, stress bormi hozir ham. Mana shularni bilgan holatda men ishlasam, ana shu ayolga men yordam bera olaman. Va o'shanda men u ayolni ham aldamayman, o'zimni ham aldamayman. Mana shuning uchun men analiz ko'rmasam, sirazu aytaman, yo'q, men ishlamayman. Faqat analiz bilan ishlaymiz deb aytaman. Shunaqa mijozlar bormi? Analiz hozir bilaman, arzon narsa emas, arzon muolaja emas, deyarli hozir mo'ljallasak 1,5 milliondan ortiq mablag' ketyapti. Ayrim insonlar shu analizga mablag'ini ayiydi va o'sha sizdan analizi pulidan qochib turib boshqa dietologga borib, ozdim-ku mana opa deganlar bormi? Uchraydimi? Ozdim-ku opa deganlarni bilmayman, lekin Osiyo opa, men mana shu o'tgan yili o'zimdan shu analizni pulini ayab, boshqa marafonlarga qatnashib, bekor vaqtim ketib, battar asabiy bo'lib, yog'imni yana ham ko'paytirganim qoldi xolos. O'shanda shu qat'iyat bilan qilmagan ekanman, hozir afsusdaman deydi. Ya'ni analizni topshirib kelib, 1 oy ishlab, 10 kilo vazn tashlagandan keyin Osiyo opa dedi, men tushuntirib bera olmayman dedi. Men dedi, o'shalarga o'zi arzimagan summaga o'sha marafonlarga qatnaganman, lekin dedi, u yerda qilingan menga qilingan munosabat va mas'uliyatsizlik, hammaga bir xil internetdan ma'lumot olib tashab qo'yib, xuddi nima deydi, boshlig'i yo'q, anaqaga tushib qolgandek bo'lib qolganman. O'sha pulimga men rozi emasman, Osiyo opa, lekin sizga, analizlarga va sizning xizmatingizga men 10 kunda dedi, bir ayol kechagina aytdi, insulini 17 bilan kelgan. Bir haftadan keyin menga indamagan, men tekshirdimagan, borib analiz topshirgan. Analiz topshirganda insulini 6 ga tushgan. Bu juda ham odamlar oylab gormonal mana shu tushiradigan dorilar ichsa ham buni natijaga erishish juda ham mushkul narsa. Buni hamma biladi. Mana shu ayol
pitaniyani o'zi bilan vitaminlarni vaqtida ichib mana shu narsaga erishdi, oltiga tushib shunaqangi Duracell batareyka bo'lib qoldim Osiyo opa deydi. Umuman o'zimda boshqacha energiyadaman, boshqacha ощущениямanda. Shuning uchun mingdan ming roziman. Haqiqatda analizni ko'rib turib ishlash umuman boshqa narsa ekan deb minnatdorchilik bildirishadi. Yo'qotilgan vaqtlarga achinishadi. Bor shunaqa holatlar. Shuningdek, yo'qotilgan ishonch. Bilasizmi, bugun dietologlar juda ko'p. Dietolog bilan psixologlarni o'zaro jangi ketyapti desak ham bo'ladi. Qaysi kanalga qarang, dietologlar marafon uyushtirishgan, kimnidir ozdirmoqchi, sog'lomlashtirmoqchi bo'lishyapti. Balki kimdir ozayotgandir, lekin sog'lomlashayotganiga ko'zim yetmaydi. Mana shunaqa dietologlarni ko'rganingizda, ya'ni yaxshi bir ijtimoiy tarmoqda bir dietologni ko'rdim. Analizlarni, qog'ozlarini otib olib, nima kerak analiz? Men sizni shundoq ham tuzataman, ozdiraman deydigan katta va'dalarni berayotgan dietologlarni ko'rganingizda, ko'nglingizdan nima o'tadi? Dietologiyaga bo'lgan insonlarning munosabatini darajasini tushirib yuboradida bunaqa insonlar. Mana shu narsaga achinaman. Chunki dietolog bo'lish uchun albatta insonda meditsinskiy obrazovание bo'lish kerak. Chunki dietolog insonning kasalligi bilan shug'ullanadi. Nutritsiyologiya esa undan farqliroq. Insonni sog'lom hayoti bilan ovqatlanish tarzini tuzib beradi. Ya'ni keyinchalik paydo bo'lishi mumkin bo'lgan kasalliklarni oldini olish uchun ilm beradi nutritsiyologiyaga. Lekin dietologiya esa aynan meditsinskiy podxod, ya'ni meditsinaga yaqinroq, tibbiyotga yaqinroq. Chunki dietologning oldiga kasal inson keladi. Bunda olib qaraganda semizlik ham albatta kasallik bilan keladi. Faqat vazni bor sog'lom odamni men ko'rmaganman. Shuncha analizlarni ko'rgan bo'lsam, albatta unda gormonal narusheniya bor, gormon buzilishlar bor, gipertoniyadan, ya'ni o'sha qon bosimini ortishi bor, qandli diabetga moyillik bor, ya'ni ayol kishining reproduktiv funksiyalar, ya'ni farzand paydo bo'lish funksiyalarida narusheniyalar, mana shunga o'xshagan kasalliklar bilan keladi. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Sog'lom odam hech qachon vazni kattalashib ketmaydi. Shuning uchun men ozishga harakat qilayotgan ayollarga maslahatim, ozmoqchimisiz, albatta tibbiy ma'lumoti bor inson bilan shug'ullaning, ya'ni endokrinolog bilan shug'ullaning. O'zi oldin mana shu vazndagi narusheniyalar bilan endokrinologlar ham shug'ullanardi. Va ana shu endokrinologlarda plus dietologiyada ham ilm olib, birgalikda kompleksni ishlashardi. Lekin hozirgi kunda hech qanaqa siz aytgandek ma'lumoti yo'q. Oddiy internet orqali hozir mana onlayn litsenziya berishlar ko'payib ketdi. Mana shunaqa bir haftalik o'qish bo'ladi. Uni testlarga javob berasiz va sizga shundoqqina kompyuter orqali sizga anaqa yuboradi. Ana shuni o'zi bilan men dietologman, men chet elda o'qiganman degan havoyi gaplar bilan odamlarni aldashyapti va ana shunaqa ayollarga qatnab kelayotgan ayollar nechtasini ko'raman. Osiyoxon deyshadi. Men ana shu ayolni gruppasiga kirib shunaqa afsuslandim. Bir og'iz gap gapirsam bloklab chiqib ketadi. Umuman topa olmay qolamiz. Ya'ni bunaqa holatlarni ko'pini eshitdim. Nima deydi? Hamma narsada gрамотность bo'lish kerak. Ayniqsa sog'liq masalasi. Eng birinchi o'rinda turiladigan narsa. Men doim o'zim mijozlarimga aytaman, birinchi o'rinda o'zingizga pul tiking. O'zingizga pul tiking, chunki siz hamma narsadan har taraflama mukammal bo'lishingiz kerak. Inson o'zi ham sog'lig'i, ham o'ziga bo'lgan munosabati, ham terisini go'zalligi, ichki sog'lomligi, ya'ni emotsional holati hammasi juda ham yaxshi holatda bo'ladigan bo'lsa, uni atrofidagi ota-onasini, turmush o'rtog'ini, farzandlarini va atrofda o'rab turgan ishchilari yoki bir kollektivlarning o'rtasida ham ana shu ayol o'shanga yarasha turadi. Sog'lig'i kasal, sog'lig'i yaxshi bo'lmagan ayol nafaqat o'ziga yordam bera olmaydi, farzandlariga ham yordam bera olmaydi, turmush o'rtog'iga ham, ishxonasida ham, hamma yerda o'zini kasal bo'lganligi sababidan o'zini muammosiga botib qoladi. Shuning uchun bir xilga ayollar bir haqiqatni aytganingizda, Osiyo opa, iltimos analizsiz ishlayveraylik, men buncha pulim yo'q, men qila olmayman deydi. Ba'zi ayollar qo'shilib turib analiz narxini bilib kelib, Osiyo opa men qatnasha olmas ekanman, uzrman chiqib ketaman, analizim mana buncha ekan. Nima deyman? Achinish xolos. Boshqa hech narsa deyolmayman. Vaholanki o'sha kafega gapga borishga pul topiladi, dugonalar bilan, vaholanki o'sha kiyim-kechakka pul topiladi-yu, ayrim ayollar o'zini sog'lig'idan
o'sha pulni ayiydi. Bu qanchalik noto'g'ri? Xuddi shuni aytaman. Anga qarang deyman, xonangizga bitta narsa kamroq kirsin, bitta kiyimingizni kamroq kiying, lekin sog'lig'ingizdan muhim emas-ku deyman. Sog'lig'ingiz yaxshi bo'lsa, go'zal, chiroyli qomatda bo'lsangiz, xo'jayiningiz so'ramasangiz ham olib beradi. Menda shunaqa voqealar bo'lgan, Go'zal opa. Ayollar kelishadi, Osiyo opa, 1 oylik ozish kursingizga qatnashmoqchiman. Xo'jayinim ishonmadi, chunki haqiqatda ularni ham tushunaman. Chunki ayollari undan oldin pul olib boshqa marg'ularga qatnab natija ko'rmaganda, bor dedi, yana navbatdagisimi deydi, unamaydi. Haligi ayol, bir nechta ayollar bo'ldi, qatnashdi, ota-onasidan, akasidan pul olib qatnashib, ayolini 10 kunda ichida 6 kilo 7 kilo vazn tashlab yuzlari o'zgarganini ko'rib, xo'jayinim 2-3 oyga o'zlari pulni berib, yana 10 kilo sen trekker olib beraman deb bitta ayolni xo'jayinni va'da qilgan ekan, 1 oyda ichida u ayol 1 oyda ichida 12 kilo ozdi. Trekkerlarni olib berdi, xo'jayinlar rosa xursand bo'ldi. Muammoni ildizi bilan ishlaydigan bo'lsa, albatta natija bo'ladi. Soxta diyetologlarni qanaqa qilib tekshiruvdan o'tkazishmi, ularni bilimlarini yoki ish jarayonlarini tekshiruvdan o'tkazish mumkinmi? Ularni kim nazorat qiladi? Nima deb o'ylaysiz? Ularni albatta Sog'liqni saqlash vazirligi tarafdan o'zini o'sha mas'ul shaxslari tekshirish kerak deb o'ylayman. Lekin buni olib qarasangiz, mana shunaqa hozir hamma yoqda men nomer 1 man, men unaqaman, bunaqaman deb ko'tarilib chiqib kelayotgan diyetologlar, soxta diyetologlar uzoqqa bormaydi. Uzoqqa bormaydi, chunki necha yil odamlar aldashi mumkin? Meni bilishimcha 2-3 yillik narsa-da bu, undan ko'p emas. Chunki inson baribir rezultat olmas ekan, men bir narsani endi bu yerda aytish joizmi yo'q bilmayman. Menda shunaqa случай bo'ldi. Mana shunaqa diyetologlarning o'zini odamlari bo'lar ekan, haqiqiy mehnat qilib yaxshi rezultat olayotgan gruppalarga o'zini odamlarini qo'yib qo'yar ekan va albatta kuzatib borar ekan. Menda holatlar bo'ldi. Menga qo'shilgan, o'sha diyetologlardan keyin menga kelib qo'shilib, farqimizni farqlay olgan ayollar kommentariya yozsa, uni lichkasiga yozishib, "Sani unaqa qilamiz, bunaqa qilamiz, topamiz." Endi ani sodda o'zbek ayollarida uyda o'tiradigan, kimdir xo'jayiniga aytgan, kimdir ota-onasiga bildirmagan yoki qaynona-qaynotasiga bildirmagan. Va Osiyo opa, menga shu 2-3 ta profildan skrin qilib olmadingizmi dedim. Nimaga qo'rqasiz dedim. O'zingizni fikringizni bildirishga nimaga qo'rqasiz? Demak, ularni biznesiga anaqa yetishidan qo'rqishyapti. Albatta, chunki ular ochiq oydin ism familiyasi bilan yozyapti. Men balonchi yevani nimasiga qatnashib, Osiyo opa mazam bo'lmay qoldi. Savolimga javob ham bermadi. Bloklarda chiqarib yubordi, bizni pulimni ham qaytarib bermadi degan shikoyatlar menga juda ham ko'p keladi-da. Shuning uchun men shundan bilamanki, mayli hozir nima deydi, massasini qilaversin. 2-3 yil ham juda katta vaqtda. Bu 2-3 yil ichida bu inson hayoti, inson sog'lig'i yotibdi-da. Nimalar bo'lib ketadi 2-3 yil ichida, ayting Osiyo? Hozir qarang, mana bu ko'rayotganlar, bizani kuzatayotgan ayollarning ichida ana shu diyetologlar bilan ishlab haqiqatda ozganlar bo'lishi mumkin. Bu bilan umuman ular bilan ozib bo'lmaydi demayman, lekin ozish bilan ozishning o'rtasida farqi bor. Ba'zida shunaqa holatlar bo'ladiki, jirovoy sloyka turaveradi, odam mishsasini yo'qotadi. Ya'ni inson yog' qatlami turaveradi. Xuddi shunday yog' qatlam turaveradi. Sizni o'sha 20 ta aminokislotadan tashkil topgan eng asosiy materialingiz oqsilingiz, sizning immunitetingiz, sizning sochlaringiz, tirnog'ingiz, gormonlaringiz, sizning zrengiz, sizning butun taningizni ushlab turadigan mishsalaringiz yo'qolishni boshlaydi. Ayollar uni tushunmaydi-da. Ular ayollar taroziga chiqqandagi vaznni kamaygani va kiyim kiygandagi torayishni biladi xolos. Keyin уже 2 oy 3 oy o'tgandan keyin kosmetolog qidirib qolishadi. Terim osilib ketdi. Lekin alhamdulillah meni marafonlarimda bironta ayol terim osilib ketdi demadi. Hattoki 50 dan oshgan ayollar ham Osiyoxon birinchi gaplari, odzivlar yozishadi, rahmatlar aytishadi. Osiyoxon bironta joyim osilmasdan ozdim. Chunki men analizda uni oqsili materiali qanaqa darajadaligini avval ko'rib olaman. Normalniy bo'lsa, ortiqcha narsa berilmaydi. Kamchilik bo'lsa, ana shuni to'ldirish bilan ozdiraman. Mana shuning uchun bizda bunaqa hodisalar bo'lmaydi. Osiyo, shu o'rinda savol tug'iladi. Siz shuncha bilimni, diyetologlikni necha yil davomida o'zlashtirdingiz? Odamlar mana bir haftada sertifikat olib, diyetologlikni boshlayapti deyapsiz. Osiyo Ismoilovachi. To'g'risini aytaman, bu narsa bilan men qizligim bilan shug'ullanaman. Chunki necha yil? Yillar sifrada aytaylik-chi. Deylik 16-17 yoshimdan.
man eslayman, hali kollejga o'qishga kirmasligimdan oldin manda o'zimda ortiqcha vazn bo'lgan. Lekin man ana shu paytda qalqonsimon bezim ishlamasligidan degan narsa menda bo'lmagan. Chunki men tushunmaganman, u paytda juda ham yosh bo'lganman. Metabolizmim yaxshi ishlamas ekan. Metabolizm ishlamaganiga yegan ovqatimda moddalar almashinuvi yaxshi bo'lmagani uchun o'rtoqlarimga qaraganda men do'mboqroq bo'lganman. Har doim shu narsa meni ichimda siqilardim. O'rtoqlarim ichida ajraladigan darajada emas edim. O'shanda ham hammani e'tiborda bo'lganman deyman. Lekin baribir o'rtoqlarim juda ham ozg'in bo'lardi. Men ozgina do'mboqroq qiz. Ozgina uyalardim. O'zim uyalardim, lekin ko'rgan odamga do'mboqroqsan, yaxshi-ku deyishadi. Lekin baribir harakat qilardim non yemaslikka. O'sha paytdan kartoshkalarni yemaslikka, peshkom yurishga harakat qilardim. Mana shunaqa qilib sekin-sekin qiziqib, hozir ko'rasiz, internet olami, telefoningiz, u telefonning ichida shunaqa ko'p informatsiya borki, butun dunyoning kitobini joylatilganda, любой informatsiya bor. Dietologiyada ham, nutritsiologiya, har xil yo'llari. Mana shu hayotim davomida juda ko'p xatolar qilganman. 5 mahalliy ovqatlar qilganman. Magnitlar olib taqqanman. Qani shunchalik darajada sodda bo'lganman. Sodda bo'lgan ekanmanki, ha, quloqqa taqadigan magnit bor. Ana shuni taqib yurasan, ozasan desa ishonganman. Sotib olganman. Ana firmalar bor, mana taniqli firmalar bor. O'shalarni kokteyllarini ichganman. Opa, ishonsangiz, 16 yil oldin u 1 million pul katta summa edi. U paytda 100 mingmi, 150 ming $100 edi. O'sha paytda 1 milliondan ortiq pul sarflaganman. Ishoning, 1 kilo vazn tashlamaganman. 1 kilo ham vazn tashlamaganman. Lekin ularda shunaqangi oratorlikka hozir men bitta narsani ko'rdim. Hozir yangi chiqayotgan dietolog va nutritsiologlar oratorlikka, notiqlikka o'qishib olyapti ekan. Keyin o'ylab qoldim, bular buncha chiroyli gapiradi. Gaplarni ko'rib qolaman, ba'zida YouTubedan ko'rib qolaman. Shunaqa gapiryapti, lekin aniq bir maslahat, aniq bir ko'rsatma yo'q. Eshitib o'tirgan odam, "Vau, zo'r gapirar ekan, buni ilmi zo'r ekan" deydi. Mana shunaqa narsa hozir men bu usti yaltiroq, ichi qaltiroq narsalar ko'payib ketibdi hozir. Mana shu narsani kim zo'r aldasa, o'shani mijozlari ko'p. Xuddi shunaqa. Kim zo'r aldab, qoyillatib lofni ursa, o'shani puli zo'r, to'g'rimi? Mana shunaqa. Ana shu paytda kokteyl ichib yurgan paytimda ham bittasini qo'ldan kelmadi, liderimiz oldiga olib boramiz dedi. U gapirdi. Sizga buni emas, men bunisini berishmabdi. Men bunisini qo'shib iching dedi. Xo'p dedim. Rezultat bo'lar deyman, keyin unisi boshqasiga bordi. Shunaqa qilib ishonasizmi, 3 ta 4 ta ofislarga borib, aylanib yurib, oxiri men bildim, bu narsa menga yordam berdi. Pulingizni shilishgan. Ha, xuddi shunaqa. Qaytarib ola olmaysiz. Ichganman u narsani, hech narsa qila olmaysiz. Foydasi yo'q. Bo'ldi dedim, shu bilan yana ozish esimdan chiqdi, yana o'zim hayotimda yurdim, yana ves yig'ila boshladi, chunki metabolizm gormonal narusheniyada bo'lganda menda hamma muammo, men buni bilmaganman. Mana shunaqa qilib yillar davomida o'qishga kirib, bilim olib o'rganganimdan keyin avvalambor o'zim ustida ishladim. Yaqinlarim, o'rtoqlarim Moskvada yashab yurgan paytda o'sha yerda o'qiganman. O'sha paytda birgalikda xonamizda ham bitta do'mboq ayol bo'lgan. O'shan bilan birgalikda davay ikkalamiz harakat qilamiz. Men ratsion tuzaman, siz pishirasiz. Ikkalamiz bo'lishib olganmiz maqsadlarni. Ana shunaqa qilib bir haftani ichida ikkalamiz ham 8 kilodan vazn tashlaganmiz. Tibbiy ma'lumotdan tashqari, meni soham endokrinologiya bo'lgani uchun u yerda juda ham ko'p uklon ayollarni ozdirishga qaratilmaydi-da. Ayollarni umumiy sog'lomlashtirish, gormonlar, endokrinologiya bu butun tanani dirijori hisoblanadi. Butun tanangizda bo'layotgan muammolarni mana shu endokrinologiya orqali hal qilsangiz bo'ladi. Men ko'p aytaman ayollarga, hayz kelmay qolsa, mioma kista paydo bo'lsa yoki qanaqadir vitileniyalar bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa muammo bo'lganda ginekologga yugurishadi. To'g'ri, ginekologiya bu ginekolog bu birinchi borishimiz kerak bo'lgan narsa. Lekin bu, ya'ni belni pastida bo'layotgan muammo mana bu yerda hal bo'lmagan muammo hisoblanadi. Ya'ni oldin endokrinolog nima bo'layotganiga tushuntirish kerak va davolash kerak. Mana shu davolamasa, hal bo'lmasagina ginekologga borish kerak. Chunki ginekolog navbatdan pastda turibdi. Bizda eng noto'g'ri narsa, ginekologga yugurib borishadi. Ginekolog endokrinolog yozadigan gormonlarni yozib beradi. Ya'ni o'zini aralashish kerak bo'lmagan sohaga o'tib qo'yadi. Mana shu noto'g'ri narsa. Kim yozib berdi sizga bu nazarchani desam, ginekologim dedi. Ginekologda o'zi asli bu narsani yozishi kerak emas. Chunki u o'sha yerni o'zini davolash kerak. U gormonlarni yozish,
ular уже endokrinologning vazifasi. Ayollar o'zi ham noto'g'ri. Men ayollarni hammasini chaqirib qolaman. Sog'lig'inglarni birinchi o'ringa qo'yishinglar kerak. Chunki inson o'zini sog'lig'iga g'am chekmas ekan, hozir juda ham ko'p odamlar juda ham ilmga bo'lgan anaqasi, hattoki o'qishda diplomi bo'lgan taqdirda ham ilmi yetarli darajada emas, insonlar bilan shug'ullanish mas'uliyati kuchli emas. Mana shu sababdan noto'g'ri nazarchalar bilan odamlarni buzib qo'yaptimi? Demak, har bitta inson o'ziga o'zi doktor bo'lishi kerak, harakat qilish kerak. Mayli, u doktorda ma'lumoti bordi, lekin xohlasa o'sha meditsinskiy obrazovaniyasi bor insondan ham ko'p informatsiyani internet orqali olsa bo'ladi. Hozirgi zamonda bu telefon degan narsadan noto'g'ri foydalanish ham mumkin, to'g'ri foydalanish ham mumkin. Agar o'zida shunda aqli yetsa o'sha ayolni. Mana shunaqa ayollarga aytamanki, oldin rosa ham ko'p informatsiya olish kerak, o'qish kerak, o'rganish kerak, tayyor bo'lib borish kerak. Inson oldin kimi oldiga borishim kerak degan narsani to'g'ri tushunib olish kerak. Endokrinologiyaga bormay turib, ginekologiyaga borib qo'yib, gormonlar ichib qo'yib, semirib ketib shikoyat bilan kelishadi. Nimaga ginekologga borgansiz deyman. Endi qarangda, Osiyo, odamlarni ayblamaymiz. Chunki meni o'zim siz oldingizga kelganimda aytganman, men 25 yillik jurnalistman. Deyarli har kuni mutaxassis bilan suhbatlashaman, uchrashaman. Xalq orasida yurganmanki, adashib, uloqib, nechta dietologga borib, siz aytgandek 5 mahal ovqat yeb, siz aytgandek kokteyl ichib, shu narsani noto'g'riligini tushunmadim-ku. U uyda o'tiradigan ayol, u qaynonasiga xizmat qiladigan kelin, u o'zidan bola chaqasidan ortolmaydigan juvon qanaqa qilib bu bilimlarga aqli yetsa-da. Mana hozir bu ayrim intervyularda haqiqat ochiq aytilmaydi. Hamma narsa bekitqicha aytiladi. Chunki bugungi kunda ma'lumot pul bo'lib qoldi. Har bitta ma'lumotni bugun spikerlar, o'sha dietologlar qattandir eshitib olishyapti-da, shuni webinar, trening qilib pulga sotishyapti. U qanchalik to'g'ri yoki noto'g'riligini bilmagan holatda. Sizga o'xshagan mard bo'lib chiqib, "Hoy, men buni qilgan, men bunaqa bo'ladi" deydigan afsuski shifokorlar kamayib ketyapti. Mana shuning uchun ham bizani ayollarimiz, onalarimiz, qizlarimiz sog'lig'i ancha pand yeb qolgan. O'shaning uchun ham doktorlarga ishonch yo'qolib qolgan deydi nazarimizda. Endi savolim Osiyo, bu ishonchni qachon qaytarib olamiz? Qancha vaqt kerak bizga? Mana xalqimizni bilamiz. Men o'sha Turkiyaga bir necha yillar avval borganimda, o'sha ertalab brinza, pomidor, bodring qo'yib nonushta berishganda hayron qolganman-da. Ertalabdan zahardek pomidor yerkanmi debdi. Endi qarang, o'shalar to'g'ri ovqatlangan ekan, xalqini to'g'ri ovqatlanishga o'rgatishgan ekan. Biz qachon o'rganamiz? Necha yil kerak? Nima deb o'ylaysiz? Bu dietologlar bilan biz qanchagacha yetib boramiz? Men bu narsani o'ylayman. Qarang, mana mahallani poliklinikalar bor-ku, oilaviy poliklinika. Nima muammo bo'lsa, o'sha yerga yuguramiz hammamiz. Qanida mas'ul odamlar mana shu narsani eshitsa-yu, har bitta poliklinikada aynan dietologlar uchun xonalar bo'lsa, onalarga dars o'tsa, farzandlarni qanaqa ovqatlantirishni o'rgatsa, chunki biz kurasha olmayapmiz, kuchimiz yetmayapti. Chunki nimaga opa? Hozirgi kunda mana shu noto'g'ri ovqatlanishni men mana shu asrning vabosi deb bilaman. Vabodan ham kuchli-da. 95%, hattoki 98% kasallik aynan noto'g'ri ovqatlanishdan. Mana shu har xil ximiskiy insonni kayfiyatini ko'taradigan dopamin degan, serotonin degan gormon bor-da. Mana shu gormon sizni kayfiyatingizni ko'taradi, hayotga bo'lgan qiziqishingizni ortadi. Bu gormon shundoq ko'tariladi-da, shundoq pasayadi. Mana shu gormon mana shu gormonni uyg'onishga sabab bo'ladigan mahsulotlar qo'shilgan fast foodlar ko'payib ketdi. Aynan ana shu fast foodlarni yesangiz kayfiyatingiz ko'tariladi. Mana mazza qilasiz. Mazza qilasiz. Kayfiyatingiz yo'q bo'lmasa, kimdir onasi bilan ozgina tortishib qoldi yoki bir yaqini bilan tortishib qoldi, kayfiyatni ochishga qayerga boradi? Fast foodga boradi yoki pizzeriyaga boradi. Kartoshka fri olib, kolalarni ichib, mazza qilib to'rtta bilan gaplashib borib, ozgina nima qilib keladi? Chalg'ib keladi. Ana shunda dopamin bilan serotonin ko'tariladi odamga. Odamda kayfiyat ko'tariladi. Uyga borgandan keyin, ertasi kun tarozga chiqqandan keyin nima bo'ladi? 1 kilo semiradi. Bod bo'ladi, yana kortizol oshadi, yana badanimizga suv to'planadi. Mana shu narsa hayotimizda davom etyapti. Bu narsa men to'xtaydi deb o'ylamayman, chunki men hozir qo'rqib ketaman. Meni farzandlarim hali kichkina.
bular mandaqa yoshga yetganda hayot qanaqa bo'lar ekan deb o'ylayman opa. Oldin magazinlarga kirsangiz, rastalarda konfetlar 2-3 xil bo'lardi. Hozir qarang, 200 xil. Pechenyelarning sonini qarang, soklarning sonini qarang. Buni xolodilnikni ochib, bir napitka olaman desangiz, necha xili turibdi. Mana shuni o'zi yetarli-da bizga hamla. Bu tarafdan bizga ovqat pishivaya industriyadan bizga shunaqangi bir nima bilan kelishyapti. Endi mana shu paytda haqiqiy o'zini sohasini mutaxassis bo'lgan diyetologlar mana shunday turib berishimiz kerak. Bir-birimizni qo'limizda ushlagan holatda, bir-birimizga kuyib, aldab, o'chirtezda SMS-ni yo'qot, uni maqtama, hali pulni dardida odamlarning sog'lig'i ikkinchi o'ringa tushib ketib, talash bo'lib ketyapti-da. Mana shu noto'g'ri narsa. Men xohlardim aynan dietologiya kurslarini ochishlarini, mana o'qishlarimizda, poliklinikalarda dietologlarning xonalari bo'lishligini, ularga alohida bir e'tibor berishligini. Mana prezidentimiz aytdilar-ku. Ozishga nima berdilar, mana majlislarda men eshitdim. Meditsina xodimlarini ozg'in bo'lishga chaqiryaptilar. Chunki haqiqatan meditsina xodimlarini hozir ko'ring. Men internetda ko'raman-da. Men palonchi va palonchi ginekologman, dermatologman deydi. Mana bunday ayol o'tiradi-da. Meditsina xodimi ibrat bo'lishi kerak. Avvalo o'zida o'sha ishontira oladigan ko'rinish bo'lishi kerak. Dietologiya markazlari bo'lishi kerak. Haqiqatda bor hozir to'g'ri ovqatlanishni noto'g'ri narsalar. U yerda to'g'ri ovqatlanishni o'rgatyapman deb turib, mana buni qilib turib, avvalo mana uni nechasan deydi. Mahsulot sotiladi. Mahsulotini sotish maqsad bo'lyapti-da. Bizni organizmimiz hech qanaqa mahsulotga muhtoj emas. Men buni 100% ayta olaman. Mahsulotga muhtoj emasmiz. Biz Xudo yaratgan tabiiy mahsulotlar bor. Tabiiy mahsulotlarga qaytarganmiz. Ya'ni oldingi zamonda insonlar qanaqa ovqatlangan? Oldingi zamonda har bitta xonadonda diabetiklar bo'lmagan. O'zalab, hozir har bitta xonadonga kiring, ikkita odamda ajreniya, uchinchisida diabet bor. To'rtinchisida gipertoniya bor. Bitta oiladan 4 ta kasallik topib ola olasiz. O'zi bilmasa ham siz mutaxassis tekshirsa topib bera oladi. Har bitta xonadonda bor bu narsa. Oldin bunaqa bo'lmagan. Oldin ovqatlarni yeyishlarimiz kamroq bo'lgan. Inson faqat maqsadi yeyish bo'lmagan. Hozir nimaga kimni ko'rsangiz, masalan, siz bilan ko'rishib qoldingmi? Albatta bitta ovqat ustida gaplashamiz. Xayrlashsak ham ovqat ustida xayrlashamiz. Xursandchiligimiz ham ovqat, xayrlashishimiz ham ovqat. Bir narsani yutib olsangiz ham nishonlashimiz ham ovqat. Hayotimiz faqat yeb ichish bo'lib qoldi-da. O'shaning uchun bizning gormonimiz ko'tarilib ketgan. Endi insulin gormoni baland bo'lgandan keyin yurassiz-da. Xohlasangiz, xohlamasangiz yurasiz. Osiyopa chidolmayapman, постоянно yeyman. Ayniqsa 7 dan keyin boshlanadi yeyishim deydi, birgacha yeyman, faqat yeyman. Hayron qolaman. Haqiqatda insulin gormoni kechqurun 7 da va 12 da uyg'onadi. Mana shu gormon uyg'otib hamma xolodilnikda bor narsani olib kiradi hali inson, ayol kishi. Ozolmaydi. Kun bo'yi deydi og'zimdan suv o'tmaydi, Osiyopa deydi. Mana bor, mana shu nafosat uyga kelgan patsientlarim bor, suhbatlashamizda. 7 gacha opa deydi, hech narsa yeyman. Hamma nimaga yeymaysan deydi. 7 dan keyin boshlanadi. 7 da insulin uyg'onadi. Boshlanadi kechasi bilan, ya'ni eng zaharli mahsulotlarni yeydi. Ana shuni orqasidan 100 kilo bo'lib ketgan, 150 kilo bo'lib ketgan. Shuning uchun ko'zlaringni ochinglar, ayollar, ko'zlaringni ochinglar. Bu semizlik faqat yog' qoplangan semizman deb o'ylamanglar. Uni orqasida aniq kasalliklar bor. Mioma, kista, polikistoz яичников. Ayollarda sut bezlari, qiz bolalarda sut bezlari ishlab ketyapti. Qaysar bo'lib qolgan qiz bilan ona gap topisha olmaydi, bir-bilan o'tira olmaydi. Gap qaytaradi, qaysar bo'lib qolgan, yig'laydi, boshqa qiladi. Qizim qaysar bo'lib qolgan, gap tushunmaydi, yotgan, uxlaydi, kunduz bilan uxlaydi, kechasi bilan telefonda o'tiradi. Analizini qarasam bo'ladi-da. Unda emas ayb. Nima oshib ketgan bo'ladi? Prolaktin gormonlari oshib ketgan. Melatonin bloklanib ketgan. Gormonal narushение. Miyaga kislorod bormayapti. Miyaga kislorod bormagandan keyin kunduz bilan uxlaydi. Keyin kechasi bilan telefonda o'tiradi, yeydi. Sut bezlari ishlab ketgan bo'lsa, qiz bola. Sut bezi homilador ayolda va emizikli ayolda ishlash kerak. Qiz bolada 13 yoshar, 12 yoshar qizlarda hozir ish. Qiz bolani qo'ying, o'g'il bolalarda o'g'lim qaysar bo'lib qoldi desa, prolaktinni tekshiring deyman. Sirazu oshib ketgan. Mana shu oshganda ham yana bitta narsani aytib o'tishim kerak, gormon bilan emas. Gormon bilan tushsangiz ko'tarilaveradi. Yana gormon ichsangiz tushadi, yana ko'tariladi. Butun umr ichib yurishga to'g'ri keladi. Qanaqa qilib gormonni bo'lmasa tuzatsa bo'ladi? Biz aptekadan dori olishga o'rganganmiz. Nima biz yugurib chiqib olib kelamiz? Xuddi shunaqa. Mana shu gormonlar bilan meni metodim shunaqaki, opa, men gormonlar bilan xohlamayman ishlashni. Hatto bizda o'rgatilgan qanaqadir kasalliklarda bir xilgi patsientlar bor, gormonsiz iloj yo'q.
lekin har bitta tanani o'zing uchun o'zing kurash. Mana shunaqa qilaman. Men kerakli bo'ladigan o'sha prolaktin tushiradigan ekstrakt, tabiiy yozib beraman. Tabiiy minerallar, mahsulotlar bilan o'sha tanasiga shetavitka ishlamayaptimi? Gormon emas, o'shanga kerakli bo'ladigan materiallarni beraman, harakat qilaman, tekshirib boraman. Qani 3 haftada o'zgarish bo'larmikin, 1 oyda o'zgarish bo'larmikin? Ko'raman. O'zgarish bo'lsagina davom ettiramiz. Bo'lmasa majburmiz gormondan ozgina qo'shishga. Chunki tana gormon ichavergandan shunaqa darajada mana shu yerga qurib qoladi, o'lib qoladi. Umuman gormon uni boshqargandan bu hayotdan pastga tushib ketgan bo'ladi. Mana shuni sekin-sekin tiriltirishda imkoni bo'ladi, ba'zi ayollarda imkoni bo'lmaydi. Shuning uchun gormon ichishdan oldin men ayollarga tavsiya qilaman, tabiiy yo'llar bilan. Endi ayollarga tavsiya qilaman deganda ayollar tushunmaydi to'g'ri u narsani. Ayollarga to'g'ri nazarchenya qiladigan doktorlarga borishlarini tavsiya qilaman. To'g'ri, mutaxassisga uchrashishlar. Mutaxassisga, ha. Osiyo, bitta savolim bor. Nima deb o'ylaysiz? Sog'liq bu biznesmi? Sog'liq pulga sotiladimi? Hozirgi kunda sotilyapti, opa. Hozirgi kunda shunaqa bo'lyapti-da. Demak, sog'liqdan biznes qilish mumkin. Albatta, hozirgi kunda nimaga sog'liqdan biznes qilish birinchi o'ringa chiqqan? Chunki birinchi o'rinda zarba yetgan narsa sog'liq bo'lyapti. Xohlasangiz, xohlamasangiz, hozir aytdim, har bitta xonadonda kasal inson bor. Har bitta xonadonda. Endi u inson o'zini to'g'rilash uchun mana hozir mana shu Nafosat uyda o'tiribmiz. Nafosat uyga mana ayollar kelishadi. Endi aytaveraman-da. Mendan oldin bizning Nafosat uyimizni boshqa joydan farqi bu yerda bizni kapelnitsalar, dorilar, ukollar, umuman unaqa narsalar ishlatmaymiz. Ayollarni ana shu narsadan chiqaramiz. Bu yerda tabiiy dam olish, relaks, psixologning maslahatlari, kosmetologning uxlotlari, massajlar, har xil insonni kasalliklarni o'zida to'plab turgan sistemani chiqaradigan apparatlar, mani endokrinolog dietolog sifatida darslarim, to'g'ri ovqatlanish dasturlari, to'g'ri ovqatlanish, jigarni tabiiy holatda tozalashlar, limfa sistemani tozalaydigan choylar, mana shunaqa qilib ximический narsalardan uzoqroq bo'lib, xuddi boshqa bir dunyoga olib kelamiz. Ayollar chiqib ketayotganda Osiyoxon deydi. Ishonsangiz deydi, sizdan oldin kelyapti, men paloncha so'mga mana shu klinikaga borib lecheniya olib keldim. Og'riq qoldiradigan dorilar ichdim, ukollar oldim, umuman ta'sir qilmadi. Mana shu yerdagi atmosfera, bu yerda qilingan tabiiy holat bilan oyoqlarimda og'riqlar ketdi, rahmat deb ketishadi ayollar. Ba'zida shunaqa holatlar bo'ladi. Lestnitsadan chiqayotganda Osiyoxon zinadan chiqayotganda chiqyotdim. Mana endi ko'ring, men qanaqa qilib chiqaman. Kecha bitta patsientim 3 kun bo'ldi kelganiga pirillab chiqyapti. O'zi xursand, o'zi ishonmayapti. 3 kunning ichida rezultat olganiga ishonmayapti. Demak, dorilarsiz, ya'ni kimyoviy dorilarsiz, aptekalarda sotiladigan gormonlarsiz, o'sha fabrikalarda ishlab chiqariladigan, zavodlarda ishlab chiqariladigan har qanday tabletkalarsiz ham sog'lom ozib, o'zini sog'lig'ini tiklash mumkin. Albatta opa, va mana shu eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Sog'liq pulga sotiladimi, biznesmi dedim. Siz ha dedingiz. Lekin mana bu oq xalatda yukchi, mas'uliyatchi, o'sha Gipokrat qasamyodini olishadi. Mayli, u soxta dietologlar bir haftada Gipokrat qasamyodini ichmas. Lekin yillab o'qiyotgan shifokorlarchi? Nimagadir, hayotda nimadir bo'ladiki, ana shu kasbga sababchi bo'lib qoladi. Va men doim Allohdan so'rayman, Allohim men sabab bo'lib bironta inson kasal bo'lib qolmasin. Ana shu insonga yordam bering deb bu dunyoyimizda ham duolar olamiz. Oxiratim uchun ham mana har bitta inson duo qilayotganda Osiyoxon ikki dunyoda Alloh aziz qilsin sizni. Faqat shunaqa duo keladi. Ichimdan xursand bo'lib ketaman, chunki haqiqatda bir insonni sog'lig'i uchun kerakli bo'ladigan maslahatni berib, haqiqatda sog'lig'ida bir o'zgarish qilib bersangiz, haligi inson yuragidan yig'lab turib ovozlar, Ka'batullohga borib, o'sha yerda turib duolar qilib menga ko'rsatishadi. Juda ko'p patsientlarim umraga borganda, boshqa yig'lab yozishadi. Osiyoxon deydi, adam 74 yoshida sahr bilan necha yil kurashdik, oxir hassalarini tashlab yubordilar, sahrdan qutuldilar. Adam sizni o'tirib har kuni, har Ramazonda deydi, sizni duo qilish bilan boshlaymiz. Butun oilamiz deydi, butun oilamiz siz sistemamizga. Bunaqa oilalar juda ham ko'pda. Ana shu narsa menga yana ham stimul beradi. Yana ham ko'p o'qishimga. Men faqat menda obrazovaniya bor deb o'tirib qolmayman. Men o'sha
1 yillik hozir nutritsiologiyalar bor, uni ham summasi juda ham katta. Ana shuni o'qishni xohlayman. Hali ham ilm olishni xohlayman va bu narsa menga rohat beradi. Kimdir nimadandir rohatlanadi. Men ilm olib rohatlanaman. Ayniqsa endokrinologiya haqida, gormonlar haqida menga birov yangilik beradigan bo'lsa, men shu narsani beradigan inson topsam, albatta topib borib o'sha yerdan ilm olaman. Chunki insonni tanasini holati butun umr o'rgansa bo'ladi-da, butun umr yangiliklar qilsa o'rgansa bo'ladi. Bizdagi doktorlar o'tirib qoladi-da, shu meditsinskiy bizani o'sha 4 yil, 5 yil, 6 yil ichida o'qigan ilmi bilan to'xtab qoladi va ana shu eski narsa bilan davolayveradi. Lekin kasalliklar oldingi kasalliklar emas. Hozir shunaqangi autoimmun kasalliklar bor, tuzalmaydigan kasalliklar bor. Ya'ni murakkabroq, yaxshiroq ilm bilan yondashadigan kasalliklar bor. Agar ularni oldingi bizani oddiy o'qigan o'qishimiz bilan o'qib chiqqan insonni kuchi yetmaydi. O'shaning uchun men qo'shimcha o'qishlarim ko'p. O'rganaman, izlanaman, yordam berishga harakat qilaman. Mana shu men Alloh taoloda avvalambor vijdoni toza bo'lish kerak insonni, kimdandir o'sha xizmatga yarasha pul oldimi, harakat qilib har qanaqasiga o'sha insonga yordam berishga harakat qilish kerak. Menda shunaqa patsientlarim bor, menga yozilishadi. Teri kasalligini ham yozadi, suvi kasalligini ham yozadi, har taraflama ishlayman. Mana doktorlar aytadi, ayollar kelishadi, Osiyo deydi, meni deydi, nevropatologda ishim bor deydi. Chunki nevrologik kasalim bor deydi. Endokrinologda ishim bor deydi. Ginekologda ishim bor deydi. Revmatologda ishim bor deydi. Siz bilan ishlab deydi, sizni analizlaringizni ro'yxatini ko'rib turib, men o'sha bildim dedi. Sizdagi ilmni dedi. Masalan, bitta soha bilan ishlamayman-da, opa. Men endokrinologiyani o'rgangan bo'lsam ham xohlamayman. Har bitta patsient har taraflama men bilan foyda olib ketishini xohlayman. Va hamma kasalliklar bilan ishlayman. Bir ayolni maqola yozgan men haqimda. Ana shu ayol sizga kelishimdan oldin 17 ta odamga boraman deb, hattoki okulistni ham qo'shgan. 17 ta odamga boraman deb ro'yxat tuzganman dedi. Hammasini yig'ishtirib oldin Osiyoda bitta ishlaydi deb keldim dedi. Hamma muammoim tugadi. Hattoki zreniyam to'g'rilandi. Ya'ni doktor, shifokor mijoz bilan gaplashayotganda men bir narsani sezdim. Go'zal opa, bu kasallik bilan kelsa ham, ikkinchi kasallik bilan kelsa ham, uchinchi kasallik bilan kelsa ham bir xil narsa yozilyapti. Men shu narsani sezdim. Ya'ni u insonni oddiy narsa bilan to'g'rilasa bo'lar. Bunga ko'proq bunisi tushar. Bunga boshqacharoq badxud qilsa kerak degan narsa. Ya'ni u inson bilan individual ishlash, u insonni sog'lig'i haqida bosh qotirish yo'q. Hozir pulni oldim, bani yozdim, chiqarib yubordim. Bo'ldi, tamom. Mana shunaqa bo'lyapti-da. Shuning uchun insonlar shifokorlarga borib davo ola olmayapti. Mana shu narsani men o'sha ichgan qasamni buzishni bilaman va o'zini vijdonini oldida har bitta og'zimizdan chiqayotgan va qilayotgan ishlarimizni yozib turuvchi farishtalar. Bular ertaga qiyomatda bizga ko'rsatadi kitobimizni. Alloh taoloda turamiz, javob beramiz. Mana shunaqa narsalarni o'ylamay, o'zini muammosi pul topsam, unga sarflasam, bunga sarflasam, o'sha doktorda o'zida mana buncha kasallik bor. O'zi bilan o'zi ovora bo'lib ketganda bitta insonga yordam beradigan darajada emas. Ilmi ham yetmaydi, o'qimaydi, o'rganmaydi. Mana shu narsa haqiqatda juda ham alam qiladi. Aynan mana shu xodimlar, ya'ni oq xalat kiygan xodimlar ko'zlarini kattaroq ochib, boshqa soha egalariga qaraganda mas'uliyat bilan ishlashi kerak, chunki hozirgi kunda men sizga yana aytaman, pishivaya industriya juda ham katta bosim bilan kelyapti. Biz tayyor bo'lishimiz kerak, biz shifokorlar tayyor bo'lishimiz kerak. Oldin 100 yil oldin uchramagan kasalliklarni davolaydigan darajada biz mutaxassis bo'lishimiz kerak. Ya'ni faqat o'sha borgan o'qishingiz o'zida yozib, kelib, chizib, o'tirib, kun o'tkazib, zachot topshirish bilan emas. Ayniqsa yosh o'sha meditsina sohasiga o'qishga kirayotgan qizlarga, opa-singillarga maslahatim, iltimos, bitta sohani o'rganyapsizlarmi, haqiqatda sizlardan shifo topsin. Faqat oq xalatni kiyib, bir xil o'sha standart bo'yicha, bitta protokol bo'yicha ishlash bilan ish bitmaydi. Buni qilib sizlar odamlarga yordam bera olmaysizlar, ovora bo'lmanglar. Haqiqatda shu qasamni ichib, oq xalatni kiyib ayollarga, erkaklarga yordam beraman. Ayniqsa hozirgi kunda yosh, 9 yosh, 10 yosh bolalarda ojireniya, buni sabablarini topish kerak. Buni
kamchiliklarni to'g'irlash kerak. Mana shuning uchun bizda ilm yuksak bo'lishi kerak. Olinglar ilmlarni, qo'shimcha ilmlarni olinglar, pul sarflanglar, o'zingizlarga pul tikinglar. Sizlar o'zingizlarga pul tiksanglar, o'qisanglar, kelajakda ana shu pulinglar baraka bilan keladi. Chunki sizlar mana shu bilim bilan qancha insonlarning sog'lig'ini tiklashga yordam berasizlar. O'qinglar, izlaninglar, qabrgacha ilm deyilgan. Go'zal opa, bu eng to'g'ri gapda. Chunki bir xilgi meditsina xodimlari bor. O'zlarini shunaqangi katta oladi, xuddi bir narsani do'ndirib qo'ygandek, odamlar bilan gaplashganda ham, ularni oldiga borsangiz ham soatlab eshiging tagida kutasiz, oylab o'chirib turasiz. Lekin ularni bergan назначениясini ko'rib men hayron qolaman. Palonchiyevadan lecheniya oldim, foydasi bilan keldim. Opa deydi, ularga deydi 2 oy oldin biz o'chirda turganmiz deydi. Shunaqangi kibri baland bo'lib ketganki, odamlar unga muhtojligini sezgandan. Kibr nimadan bo'ladi? Sizdan pastroq odam sizga yordam muhtoj bo'lib turganda unaqa bo'lish kerak emas. Sen alhamdulillah degin, senga shunchalik odamlar kelyapti ekan. Nabarot ularga yordam berish kerak, haqiqiy yordam berish kerak. Baland bo'lib, ularni o'chirda kuttirib, yana o'shanga yarasha ilm ham yo'qda. Jerkib berishadi yana. Bir patsiyentimni bir o'sha endokrinolog назначение yozib bergan, u ayol unga bormaganda menga kelgan. Menda kelib tuzalib 2 oydan keyin kel degan. Tuzalib ozib borsa, haligi qog'ozlarni yuziga otib yuborgan. Men hayron qoldimki, shunchalik darajada o'zidan ketib qolganmi bular? Shunchalik darajada va aroqlar nimaga sen unga borasan? Nimaga borasan unga? Sen meni aytganim qilishim, sen meni gormonlarni ichishing kerak deb, hali xotin o'sha yerda titrab dedi, yig'lab bordim, xo'jayinim kirib keldilar dedi. Nima bo'ldi deb hali ayolning ovoziga deyapti-da. Qarang, shunchalik darajada odamlarni o'ziga muhtojligini bilib, o'zidan ketib qolayotgan. Siz aytgandek hali yangi dietologlar ham bor. O'zidan ketib qolayotgan. Unaqa bo'lish kerak emas. Alloh taolo senga hozir shu narsani seni chiqarib qo'yibdiki, nimadir bor ekan. Joyiga qo'yib qo'yish ham Allohning qo'lidan keladi-da. O'zidan ketmaslik kerak odam. To'g'ri. O'zingdan ketma, sen ulardan baland emassan. Prosta sen ilm olding, ozgina qanaqadir Xudo yuqtirdi, ilm olding, odamlarga yordam beryapsan. Ular ham o'zini kasbi darajasida kimgadir yordam berayotgandir. Sizning ham kasbingiz bor, meni ham kasbim bor. Bu bilan odam faxrlanib o'zidan ketish kerak emas. To'g'ri. Navarot yordam berish kerak odamlarga. To'g'ri. O'sha bitta ibora bor Pahlavon Mahmudda, azizlik istasang bo'l el gadosi deydi. Sen oldin 50 gadosi bo'lgin, Alloh seni shundoq ham aziz qilib qo'yadi deydi. Osiyo shu o'rinda yana bitta savol tug'iladi. Xo'p, gormonlarni joyiga qo'ydik, ozdik, 2-3 oy, nari borsa 3-4 oyda ozdik. Endi bu o'zimizdan vaznimizni qanaqa qilib ushlab turishimiz mumkin? Birinchi savolim, chunki biz nonni yaxshi ko'ramiz. Ikkinchi savolim, shirinliklarni yaxshi ko'ramiz. Gaplarimiz ko'p, o'zbek xalqida somsa ko'p, manti ko'p. Qanaqa qilib yemay o'tiramiz? Ayting shuni. Qanaqadir shuni bir rejalashtirishi va vaznni ushlab turish imkoniyati bormi? O'zi qarang, shunaqa savollar juda ko'p keladi. O'ylanib qolaman javob berishdan oldin. Har safar shunaqa bo'laman. Opa deyman. Xo'p, shuncha o'sha narsalarni yedingiz deyman. Shuncha vaqt o'tdi oradan deyman. Vaznlarga erishdingiz, mana bu kasalliklar bilan keldingiz deyman. Endi dedim, sizni deyman, diyetaga emas. Men doim aytaman, bizaniki diyeta emas deyman. Bizaniki diyeta, bizaniki to'g'ri ovqatlanish sistemasi. Ya'ni sizga zarar bermaydigan, insulin tushiradigan, tanangizga haqiqiy materialni beradigan, sizga ortiqcha vazn emas, navbat yog'laringizni eritadigan sistemaga o'tyapsiz. Endi o'sha sistemaga o'tganingizdan keyin, uni foydasini ko'rganingizdan keyin mana ozdingiz deyman, kasallik tugadi. Umuman tekirmay qo'ydim Osiyoxon. Jigarim borib tekshirdim, 3-stependa ajreniya umuman qolmabdi. Badanlarimda psoriazim bordi, ketdi. Davleniyam chiqmayapti. Unaqa bo'lmayapman, bunaqa bo'lmayapman deb shuncha muammolardan qutulganini aytib turgan, oxirida somsasi haqida gapiradi-da. Kulgim qistedi. Nimani orqasidan shu narsaga erishdingiz deyman. To'g'ri ovqatlanuvdingiz, sunnatga muvofiq, oldingi zamonda odamlar qanaqa ovqatlangan? Bizani hozirgi yeka mahsulotlarimiz u paytda yo'q edi. Ana shu zamonga qaytib, to'g'ri ovqatlanuvdingiz, o'sha muammolaringiz ketdi. Endi yana o'shani yo'raymi deb mendan so'rayapsiz deyman. U narsani endi o'zingizga tashlab qo'yaman deyman. Tanlov o'zingizda. Xohlasangiz, oldingi kasallarning yana sekin-sekin paydo bo'lishini xohlasangiz, yo'ring deyman. Yo'q, men aytmoqchimanki, hech bo'lmasa bir haftada bir marta qilsa bo'ladimi? Yeb ko'rsa. Bo'ladi, haqiqatda opa. Butunlay voz kecha olmaymiz-ku. Postoyanno bizning gaplarimiz bor, marosimlarimiz bor, xudolarnikiga boriladi. Har kuni har bitta ayol yemasangiz xafa bo'lishadi.
Ha. Lekin mana shunga qaramasdan yemasam xafa bo'ladi-ku deb turib yo'rsangiz o'zingizga zarar qilib qo'yasiz. Bo'ladi, haqiqatda 15 kunda bir, 10 kunda bir qanaqadir marosimda, boshqa joyda ozgina nimadir yeyishga. Lekin shu bilan yana ana shu mumkin bo'lmagan yuqori uglevodli mahsulotlarni yeb, yana xamirlarni oldingi yeyishga qaytib olish kerak emas. Odamda stop degan narsa bo'lishi kerak. Mana shuni yeyman bo'ldi, stop. Ertadan yana o'zimni o'sha oldingi ratsionimga qaytaman. Men yolg'on gapirishni xohlamayman, Go'zal opa. Qat'iyat kerak. Mana mamlakatda sabr kerak. Bir xilgi odamlarda shunaqa narsa bor. Nima yesangiz yo'rasiz. Bizani pitaniyada xohlagan narsangizni yo'rasiz. Qotirib beraman sizni, vazningiz ozganingizdan keyin qotirasiz degan narsani eshitsam meni asablarim buzilib ketadi. Qanday qotasan? Sen sementmisan? Sen kesakmisan qotasan? Qanday qotasan sen? Inson bo'lsang, yeyotgan bo'lsang, gormonlaring ishlayotgan bo'lsa, oshqozoning ishlayotgan bo'lsa, gormonlaring ishlayotgan bo'lsa, sen yeganingda o'sha insulin ko'tarilayotgan bo'lsa, qanday qotirasan inson? Nimaga yolg'on gapirasan deyman. Bu gap anaqa gapda ayollarga yoqadigan gapda qotirib beraman desa, "Voh, bitta oz olgandan keyin meni qotirib qo'yar ekan, shu bilan semirmas ekanman." O'zi, aqlini ishlatsa o'sha ayolda o'zi qotmasligini o'zi ham prekrasno biladi. Hali dietolog aldayotganini ham biladi, lekin o'sha gapga ishonib turib boradi-da. Men shunaqa gaplarni yomon ko'raman, yolg'on gaplarni. Qotmaysizlar, ovora bo'lmanglar qizlar. Hech qachon organizm qotmaydi. Tirilganingizdan, tug'ilganingizdan boshlab o'lguningizgacha ishlaydi o'sha gormon. Noto'g'ri ovqat yeyapsizmi? Metabolizmingiz sekinlashyaptimi? Shakarli mahsulotlar ko'tarilyaptimi? Xohlasangiz, xohlamasangiz semirasiz. Bu bor narsa. Nafsingizni tiyishingiz kerak. Mayli o'sha mumkin bo'lgan mahsulotlarni ba'zi-ba'zida yeyishingiz mumkin, ba'zi-ba'zida. Lekin to'g'ri ovqatlanishni sistemasga amal qilishingiz kerak. Sizni qotirib berayotgan odam hech qachon qota olmaydi. O'zi ham qotmagan, siz ham qota olmaysiz. Bu noto'g'ri narsa, noto'g'ri ma'lumot. Yolg'on bu. Mana shunaqa bilasizmi, avvallari shifokorlar biz cho'chib turardik. Ular sog'liq uchun qayg'urib to'g'ri dakki berishardi. Va bugungi ko'rsatuvni ham aynan mana shu dakki bilan yakunlaymiz. To'g'ri dakki berdingiz. Inson uchun aynan mana shunday qattiq gaplar ham kerak. Aytilmagan gaplar ham kerak. Kerak gapni eshita olish, qabul qilish ham kerak. Biz bilan suhbatda dietolog, endokrinolog Osiyo Ismoilova bo'ldilar. Albatta, Go'zal opa, men 96 kilo bo'lib ketganman, 100 kiloga yaqin bo'lib ketganman farzand tuqqanimdan keyin. Meniki sirazi homila paytimda o'sha boshlanadi, semirish boshlanadi. Hatto unaqa ko'p yemayman. Lekin prolaktin degan gormon semirtiradigan gormon-da bu. Ayol kishi homilador bo'lganda sut bezi ishlashni boshladimi, prolaktin ko'tarilyapti degan. Prolaktin ko'tarilgan sari ayol kishi semirishni boshlaydi. Keyin o'sha paka farzandini emizlikdan chiqargangacha bu gormon davom etadi. Menda shunaqa narsa bo'ladi. Men semirganman, 96-97 kiloga chiqqanman, undan keyin tarozga chiqmay qo'yganman. Ana shunda juda qattiq stressga tushganman. Bunaqa holatlarni men ayollarda ko'raman-da, o'zimni ko'raman. Ayollar gapirishi bilan sirazi o'zim esimga tushadi. O'shaning uchun men ayollarga aytaman, yo'q qizlar, 1,5 million ketsa ham, 2 million ketsa ham analiz topshiringlar, iltimos men ko'ray. Men sizlarga yordam bergim kelyapti, lekin yordam bera olmayman. Ba'zida shunaqa случайлар bo'ladi. Menda mijozlarim juda ham ko'p Shvetsiyadan, Amerikadan, Koreyadan, Osiyo opa, iltimos meni qabul qiling, analiz topshira olmayapmiz. U yerda hattoki analizda ham o'sha yerda o'zidagi doktor yozib berish kerak ekan. O'shanda ham men bergan 17 ta 20 ta gormon emas, 3 ta 4 tasiga ruxsat berilar ekan. Qanaqadir kasal bo'lmasangiz, jiddiy kasal bo'lmasa analiz olmas ekan. Aptekadan dorilar ham olish olmaydi-da, juda ham qiynashadi. Osiyo opa dedi. O'shanda majbur bo'laman. Hamma alomatlaringizni ayting, hamma shikoyatlarni yozdirtiraman. Ana shundan kelib chiqqan holatda keyin sekin-sekin harakat qilaman, nimadir qilish. O'shanda ham gormonlarga aloqador narsa bermayman. Men o'zi gormon yozmayman, aminokislotalar ham bermayman. Faqat o'sha mamnaqa bo'lyapman, unaqa bo'lyapman, sochim to'kilyapti, oyog'im og'riydi, tovonlarim turganimda og'riydi, ko'zlarim tegini, rasmlarni ko'rgan holatda vizualni tashxis qo'yaman. Boshqa iloji yo'q. Chunki ular topshira olmaydi. Mana shunaqa случайлар ham bo'ladi. Endi sizni davolash usulingiz faqat vitaminlar bilanmi? Vitaminlar bilan? Vitaminlar bilan. Vitamin o'zi nima? Vitamin bizning tanamizga yetishmayotgan narsa. Aynan o'sha tanamizga yetishmayotgan narsa sababidan biz semirib ketganmiz. O'sha nimaga bizga hozir yetishmayapti, shuni oldini olamiz va yetishmayotgan narsalarni to'g'rilab qo'yaman xolos. O'zi unaqa qiyin narsa emas. O'sha tanani ko'raman, mana bu tushib ketdi, shuni ko'taramiz, mana buni chiqib ketdi, shuni joyiga qo'yamiz. Hamma narsani bitta liniyaga qo'yganimizdan keyin ozish jarayoni idealni ketadi. Shuning uchun Go'zal opa, meni marafonlarimda qizlar bir oyda 17 kilolar vez tashlayapti. Hozir qonini operatsiya qildirayotganlar ham bunaqa tasha olmayapti.
16 kilo, 17 kilo, 13 kilo tashlayapmiz-da. Bu juda ham zo'r bomba natijalar desa bo'ladi. Bomba natijalar. Va oxirgi yana bitta qolib ketgan savolim bor ekan, Osiyo. Oshqozon operatsiyasi. Bu qanchalik to'g'ri? Va bu yurtimizda men bildim, chet elda aynan oshqozonini operatsiya qildirganligi nogironlik berishar ekan. Shu to'g'ri ma'lumotmi? Nogiron bo'lib qolyaptimi demak? Va bizda nima uchun bunaqa operatsiyalarga keng ochib berildi? Ko'pchilik ayollarimiz hozir bundan jabr chekishyapti. Aynan ko'p ayollar boryapti. Qarang, Go'zal opa, men bitta patsientdan ishlashdan oldin unga qanaqadir ovqatlanish tizimini tuzib berishdan oldin aniq bilamanki, u ayoldan qanaqadir ratsiondan vitaminlarni olib tashlayman. Olib tashlayman. O'shaning uchun olib tashlagan taqdirimda yiqilib qolmasmikan, tanasi qiynalib qolmasmikan deb analizini ko'raman. Bu operatsiyada bo'lsa, oshqozon operatsiya qildirganda polni ovqatdan chiqib ketadi. 2 oy faqat suyuqlikda yuradi. Endi tasavvur qiling. Meniki-ku qanaqadir ratsionlar olib tashlab, boshqa ratsion qo'shish bilan men agar u insonda osteoporoz boshlangan bo'lsa, oqsillar tushib ketgan bo'lsa, yana ham immunitet tushib ketib, tanasi zashitasiz qolmasin deb analiz bilan ko'rib olaman. Operatsiya qilayotgan insonlarda 100% o'zini riskka kirib ketyapti deganida bu tavakkalchilikka, sog'lig'ini. Kimdir to'g'ri mutaxassis tanlab turib kerakli mikroelementlar bilan tiklanib ketishi mumkin, lekin ko'p holatlarda aynan oshqozon operatsiyasidan keyin osteoporoz, suva yemirilishi, soch to'kilishi, o'zingiz ko'rganmisiz? Mana san'atkorlarimiz ichida ham hattoki operatsiya qilib ozdirganlarning badani osilib qolyapti. Operatsiyadan keyin albatta keyingi operatsiyaga, ya'ni tortib abdominoplastikasiga majbur bo'lyapti. Hop, mayli terini tortdi. Hop, keyinchi u organizm ichki holati qanaqa bo'lyapti? U qanchalik bu ishonchli? Necha yilga chidab beradi bu organizm? Mana yaqinda konsultatsiyaga bir ayol yozildi. 120 kilodan operatsiyaga kirgan. Hozir 80 kiloda ves qotib qolibdi. Tusholmayapti. Ves tusholmayapti. 2 yil bo'lgan operatsiya qildirganiga. Oshqozonni kestirgan. Oshqozonni kestirgan, ideal vazniga yeta olmagan. Limfositlarni ko'rdim. Opa, limfositlarni ko'rsam, tanada limfosit sistema bor, limfositlar bor, limfosit sistema ham bor, limfositlar bor, protsentda. Mana shu qondagi limfositlarni ko'rsatib beradi-da. Limfositlar xuddi yurtni posbonlari bor-ku, chegarani qo'riqlab turadigan. Xuddi shunaqa tashqari tarafdan keladigan kasalliklarni, virus infeksiyalardan insonni qutqarib turadigan zashitamiz bor. Ana shu limfosistema operatsiyadan keyin 8 ga tushib ketgan. Mana posbonlar yo'q, chegara ochilgan. Dushman bostirib kirib kelyapti. O'sha men ko'zlarim tagi ko'karib, yuzi qorayishni boshlagan. Immunitet tushib ketgan. Jigar, immunitet tushib ketgan. Zashita yo'q tanada. Limfositlar, nizkiy limfositlar Google'ga oddiy inson kirib qarasa smert deb qo'yganda, limfositning nizkisi smert deyilgan. Tana zashitasini yo'qotgan. Umuman organizm o'zi tiklana olmayapti. Oqsil umuman tushib ketgan, immunitet past, soch to'kilgan, uxlolmaydi, ko'zlari tagi ko'karib ketgan, tana to'kilib ketganda, opa. O'zi noto'g'ri ovqatlanish orqali, tanada defitsit yetmagani orqali, semirib ketgani orqali borgan. O'zi zarba bilan borgan. U insonni oldin men o'sha operatsiya qiladigan doktorlarga ham gapirsam bo'ladimi? Gapiring. O'sha bariatrический operatsiya qiladigan doktorlarga aytadigan gapim, ularchi faqat gemoglobin tekshiradi-da. Qondagi gemoglobin tekshiradi xolos. Gemoglobiningiz 120, 110 chiqsa bo'ldi, siz operatsiyaga tayyorsiz deb kirgizib yuboradi. Bu noto'g'ri narsa, opa. Gemoglobinning ichida kislorod bilan oqsil bor. O'shani alohida ko'rish kerak. U tayyormi? Gemoglobin 120 bo'lishi mumkin, lekin железasi 6-7 bo'lishi mumkin. Bu insonga mumkin emas operatsiya qilish, absolyutno mumkin emas. Tugaydi bu odam. Mana shunaqa narsalar tekshirilmaydi bizda. Oldin o'shani to'g'irlab, oqsilini to'g'irlab, oqsil pastga tushib ketgan bo'lsa, oqsil 64 dan tushishi absolyutno mumkin emas. 64 dan tushdi degan u odamda osteoporoz bor degan, suva yemirilishi bor degan. Endi u pastga tushib ketgan bo'lsa, ana shu holatda operatsiyaga kirib ketadigan bo'lsa, ertaga operatsiyadan keyin faqat suv ichib yuradigan bo'lsa, inson limfositi qancha tushib ketadi. O'shaning uchun oldin oqsilni tiklab olsin, hatto operatsiya qildirmoqchi bo'lgan ayol qizlarimiz. Oqsillarni 80 ga chiqaringlar, hech bo'lmaganda 80 ga chiqaringlar. Jelezalarni 20-22 ga chiqaringlar. Sizlar tayyorlanib, zashita bilan boringlar. Agar rostdan ham ilojim yo'q, men ozolmayman desalar, sizlarga tavsiyam oldim, meni kursimga kelinglar, tavsiya qilaman.
kelmasanglar yo'q men ishonmayman faqat operatsiya qildiraman desanglar oldin yaxshilab ferritinni to'g'irlanglar, jelezani to'g'irlanglar, общий belokni to'g'irlanglar, triglitseridlarni, qon tomirlarini tozalanglar, insulinni tushiringlar, hammasini tiklagan holatda boringlar. Sizlarga tavsiyam. Agar mana shu operatsiyadan keyin tiklarim yaxshi bo'lib ketaman deyotgan bo'lsanglar. Endi qanchalik to'g'ri? Nogiron bo'lib qolmaydimi oshqozonni kesgandan keyin? Hali ovqat yemasa odam ovqatdan zavqlanadi, lazzatlanadi, quvvat oladi. Ovqat yemasa faqat suyuqlik ichsa, u qayerdan quvvat oladi? Vitaminlar bilan ushlab turishadi. Ha, vitaminlar bilan ushlab turadi. O'zi hozirgi mana shu sizga yuqorida aytgan mana kasalliklarni ko'payib borayotgani bariatriya ham bitta tarafdan hozir qaysidir patsientlar uchun yo'l, ozish uchun yo'l. Bir xilki insonlar bor, shunaqangi darajada nafsini quli bo'lib ketgan, u insonni dieta qildira olmaysiz. Mana menga ham keladi, hamma narsani tushuntiraman, analizini ko'rsatib, qo'rqitib turib gapiraman, bunaqa qilmasangiz bo'lmaydi. Ketadi bir haftadan keyin shunday yig'ishtirib olib tashlaydi, yo'radi. Ana shunaqa insonlarga bariatriya haqiqatda yechim. Go'zal opa, men bariatriyani polniy mumkin emas qilmanglar, umuman kasal bo'lasizlar, o'lasizlar, qilmanglar deya olmayman. U ham bitta yechim. Haqiqatda yaxshi mutaxassis bo'lsa, borsa sразу aytadi. Siz dedi oldin dieta qilib ko'rganmisiz? Oldin qilib ko'ring. Ilojingiz bo'lmasa, ozolmasangiz keling deydi. Men bunaqa mutaxassislarni konsultatsiyalarini ko'rganman. Ilojingiz bo'lmasa qiling, oldin dieta qilib ko'ring deydi. Mana shu haqiqiy mutaxassis. Yo'q, men qila olmayman, qilganman, oxirgi yo'lim shu desa qilishadi. O'shanda ham ular aytishadi, biza dieta qilmasangiz garantiya bermaymiz deydi. Chunki oshqozonchi kichiraygani bilan 2 yildan keyin u yana kengayadi. Bir ayol bir 4 marta qildirdi shu operatsiyani. 4 marta qildirdi. Oshqozon kengayib ketavergan, yana qildirdi, oshqozon kengayib ketavergan. U inson butun umr nafsini tiya olmaydi, u inson mamitini davolash kerak u ayolni. Chunki hali ham yetib bormagan-da, hali ham yetib bormagan. Sekin-sekin yo'rgan, yildan yilga yana oshqozon kengaygan, yana to'raytirgan. U butun umr oshqozonni kesib yashavermaydi-ku. Nimadandir ketish kerak-da inson. Nafsini tiyish. Nafsini tiyish. Va yana bitta savolim, bugungi kunda rakdan ham kuchli, o'sha saratondan ham kuchli bo'lgan kasal bu sahr, ya'ni qandli diabet. Bugungi kunda saratonni davosi bor, odamlar tuzalib ketyapti, lekin qandli diabetni deyarli davosi yo'q-da. Yillar davomida inson organizmini ishdan chiqaradi va o'zingiz bilasiz nima ahvolga keltirishini. Birinchi o'rinda mana sizni o'sha davolash uslubingiz bilan o'zi umuman inson o'zini sog'lig'iga qaragan holda insulin olmasdan, turli tabletkalarni ichmasdan sahrni tuzatish mumkinmi? Mumkin opa. Sahrni ikki tipi bor. Eng ko'p tarqalgani ikkinchi tip bu, ya'ni o'sha noto'g'ri ovqatlanish, insulinni qonda ko'payib ketishi sababidan kelgan ikkinchi tip sahrni diabet bor. Buni polniy davolasa bo'ladi. Men o'zim necha yillab insulin olib yurgan ayollarni davolaganman, ya'ni 70 dan 80 ga borib qolgan amakilarni davolaganman. Shu yillab insulin olganlarni chiqargansiz. Chiqarganmiz. Hozir hech qanaqa insulinsiz qoni 5 ga tushgan. 17-18 glyukoza bilan kelgan, 5 ga tushgan, hassalarda yurishardi. Hozir yaxshi bo'lib qolgan ayollar bor. Erkaklar, ayollar bor. Buni davolasa bo'ladi. Ya'ni ikkinchi tipni davolasa bo'ladi. Chunki ikkinchi tip noto'g'ri ovqatlanishdan keladi. To'g'ri ovqatlanish bilan joyiga qo'ysa bo'ladi. Stress bilan bo'lganlar, stress bilan bo'lgan birinchi tipni davosi yo'q. Davosi hozirgacha yo'q, lekin holatni to'g'rilasa bo'ladi. Ya'ni o'sha insulin darajasini kamaytirib, to'g'ri ovqatlanish bilan qondagi glyukozani normal ushlab turishda ilojisi bor. Birinchi tiplar bilan ham ishlaymiz, no bunga garantiya yo'q, chunki oshqozon osti bezi o'sha ishdan chiqdi. Insulin ishlamay qo'ydi degani. Insulin eng kerakli gormon bu. Insulin siz glyukoza, ya'ni qon tomiringizga tashlab bergan ovqatingizni tozalab beradigan tozalovchi bu. Oladi klitkaga olib kiradi, Birinchi tipda mana shu a'zo ishlamay qoladi. Qonga tushgan glyukoza turaveradi qonda. Tasavvur qiling, qoningizga tushdi, aylanib yuraveradi. Qonda glyukoza oshib boraveradi. Shuning uchun ular majbur insulin qabul qiladi, o'sha insulin qonni tozalab beraveradi. Bunaqani davolashi imkoni yo'q, lekin harakat qilsa bo'ladi. Harakat qilsa bo'ladi. Situatsiyani yengilroq ushlab turishga. Bugungi suhbatimiz tajribali endokrinolog, dietolog Osiyo Ismailovani Nafosat uyidan tayyorlandi.